O'sha vaqtda shu ishni men qilganimda undan ham zo'r bo'lib ketardim degan fikr hammada bo'ladi. Shunaqa odamlarga men tavsiya berardim, tajribamdan kelib chiqqan holda. O'tmishni o'ylab afsuslanib yurish kerak emas-da. Hozirgi kunda nima qilsam, ertaga mana shunaqa afsuslanib yurmayman deb. Ya'ni hozirgi kunni o'ylash kerak. Misol tariqasida aytishim mumkin, Astrokod loyihasini o'tgan yili chiqargan bo'lsak, ko'pchilik shubha qildi, qanaqa bo'lar ekan, qiyin bo'lsa kerak, men qila olmasam kerak deb yurishdi-da. Lekin hozirgi kunda mingtadan oshiq dasturchilarni chiqardik, hammasi ishlayapti, o'zini yo'lini topdi. O'sha odamlarni hozir og'aynilari, o'rtoqlari kelyapti-da, so'rayapti. Qanaqa o'qisam bo'ladi, qanaqa tezroq bitirsam bo'ladi, qanaqa qilib shu muvaffaqiyatga erishishim mumkin. O'sha vaqt shubhalanib yurgan odamlar hozir kelib dasturlash o'rganishga tayyorda. Hozir yangi dasturlash o'rganmoqchi bo'lgan odamlarga men maslahat berardim. Ertangiga qoldirmanglar, hozirdan boshlanglar. O'sha vaqtda shu ishni men qilganimda undan ham zo'r bo'lib ketardim degan fikr hammada bo'ladi. Shunaqa odamlarga men tavsiya berardim, tajribamdan kelib chiqqan holda. O'tmishni o'ylab afsuslanib yurish kerak emas-da. Hozirgi kunda nima qilsam, ertaga mana shunaqa afsuslanib yurmayman deb. Ya'ni hozirgi kunni o'ylash kerak. Misol tariqasida aytishim mumkin, Astrokod loyihasini o'tgan yili chiqargan bo'lsak, ko'pchilik shubha qildi, qanaqa bo'lar ekan, qiyin bo'lsa kerak, men qila olmasam kerak deb yurishdi-da. Lekin hozirgi kunda mingtadan oshiq dasturchilarni chiqardik, hammasi ishlayapti, o'zini yo'lini topdi. O'sha odamlarni hozir og'aynilari, o'rtoqlari kelyapti-da, so'rayapti. Qanaqa o'qisam bo'ladi, qanaqa tezroq bitirsam bo'ladi, qanaqa qilib shu muvaffaqiyatga erishishim mumkin. O'sha vaqt shubhalanib yurgan odamlar hozir kelib dasturlash o'rganishga tayyorda. Hozir yangi dasturlash o'rganmoqchi bo'lgan odamlarga men maslahat berardim. Ertangiga qoldirmanglar, hozirdan boshlanglar.